Assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi paytda sun'iy ong kundan kunga rivojlanib, dastur yaratish borgan sari osonlashib borayotgan bir paytda, ya'ni xohlagan odam xohlagan dasturini 1-2 soat o'tirib, ChatGPT ishlatib yoki vibe coding qilib, xullas 6 yoshli bola ham dastur yaratayotgan bir paytda haqiqiy, kuchli texnik bilimga ega bo'lgan mutaxassislarga bo'lgan talab oshib bormoqda, ya'ni bular kamayib ketyapti. Kundan kun odamlar dastur yaratgan sari, dasturlash osonlashgani sari kuchli dasturchilar bo'lgan talab oshib boryapti. Ya'ni bular premium darajadagi odamlarga, mutaxassislarga aylanib bormoqda hozirgi paytda. Chunki hali ham sun'iy ong to'liq rivojlanmagan, hozir o'tish davridamiz. Ya'ni to'liq avtomatlashmagan, to'liq kodni hammasini o'zi yozmaydi, xato qiladi, hali ham adashadi. Hallucination, ya'ni dovdiraydi, ko'p mashq qiladi, ya'ni miyasiga ko'p katta vazifalarni, buyruqlarni sig'dira olmaydi. Hali ham uncha rivojlanmagan, ya'ni o'tish davridamiz. Bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, hali to'liq avtomatlashgan kod yozishga o'tganimiz yo'q. Lekin shu tarafga qarab ketilyapti. Borgan sari kundan kun rivojlanib, lekin hali bormadik va hozirda talab bor dasturchilarga, kuchli dasturchilarga. Bu videoda xudo xolasa qanaqa qilib kuchli backend dasturchi bo'lishni yo'l xaritasini ko'rib chiqamiz. Sizlarga ko'rsatib tushuntirib bermoqchiman. Qanaqa qilib kuchli backend dasturchi bo'lish boshidan oxirigacha ko'rib chiqamiz xudo xolasa. Mana eng boshidan boshlanib oxirigacha, ya'ni senior va u yog'iga lead darajasidagi backend dasturchisiga o'tib ketish yo'lini sizlarga tushuntirib ko'rsatib bermoqchiman. Hozir aytganimdek, dasturlashga bo'lgan talab hali ham katta va hozirgi kunda ham va bu yog'iga ham siz o'rganishingiz mumkin bo'lgan eng zo'r kasblardan bittasi dasturlash deb hisoblayman. To'g'ri, bu sun'iy ong har xil qurollarni o'rganish kerak, ishlatish kerak, lekin baribir dasturchi bo'lib qolib, dastur sifatida bularni ishingizni osonlashtirish, ya'ni sizni oldin bitta odam qiladigan ishi hozir oldin 10 ta odam qilgan ishi hozir bitta dasturchi shu qurollarni ishlatib bajaryapti. O'shanga bu effektivlikni oshirish, ya'ni samaradorlikni oshirish uchun qurol sifatida ishlatish kerak bu narsalarni va xudo xolasa ko'rib chiqamiz kuchli backendchi bo'lish yo'lini. Bu saytda bu resurslarni buni PDF ko'rinishida ham bor va saytda ham hammasini Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Shu videoning tagida qoldiraman, kirib obuna bo'ling va kuzatib boring. U yerda postlar, har xil kunlik postlarni shu yerda berib boraman, qiziqarli. Bu video ko'rinishidan tashqari mana bu yerda backend, frontend, full stack, AI engineer, mana buni ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Boshqa yo'l xaritalari ham bor ingliz tilida, lekin mana QA, UI, UX, iOS ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa balki bularga ham alohida video qilaman. Nima deb o'ylaysizlar? Izohda yozib qoldiringlar. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, boshqa yo'nalishlarga ham yo'l xaritasi qilaman. Mani birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, ismim Suhrob, senior va lead backend dasturchisiman. Mana shu YouTube kanalimda noldan boshlab professional dasturchigacha bo'lgan hamma mavzularda videolarni, darslarni ko'rsanglar bo'ladi. Ishga kirish, ish topish, sun'iy intellekt haqida mana oxirgi darslarimni ko'rib chiqishlarini maslahat beraman. PHP, Laravel, OOP, ya'ni fundamental dasturlash haqidagi mavzular hammasi YouTube kanalimda bor. Kirib obuna bo'ling va meni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatishni unutmang, chunki boshqa turli xil postlarni u yoqlarda berib boraman. Xo'p, demak, boshladik bo'lmasa, backend dasturchi bo'lishni yo'l xaritasi. Xo'p, mana o'ta qolamiz. Xo'p, demak, birinchi navbatda umuman dasturlashga kirishdan oldin ozgina internet qanaqa ishlaydi, bu narsani yaxshilab tushunib olish kerak. Ya'ni internet mana. Internet qanaqa ishlaydi? HTTP nima yoki brauzer, ular qanaqa ishlaydi? Va endi shu yerda o'rganish materiallariga keladigan bo'lsak, ya'ni siz o'zingiz mustaqil o'rganayotgan bo'lsangiz, qayerdan o'rgansangiz bo'ladi. Birinchi navbatda o'sha ChatGPT, sun'iy intellektdagi har qanaqa chatlarni maslahat beraman, yo Gemini yoki Cloud, Sonnet kodlash uchun Cloud eng zo'ri. Shularni sotib oling iloji boricha, oyligini sotib oling, chunki limitga bog'lanib qolmang, limiti kamroq. O'shani ishlatib savol berib o'rganing. Masalan, internet nima? Internet qanaqa ishlaydi? HTTP nima? Brauzer nima? U qanaqa ishlaydi? Server nima? Shularni hammasini savol berib o'rganishingiz maslahat beraman. Bu fundamental chuqur bilimlarni bilishingiz kerak agar yaxshi dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz. Bu sayoz GPT ga yetib 20 daqiqada kod yozdirib yoki vibe coding qilib, ular unaqalar ko'paygan sari
ularni qadri ham pasayadi. Haqiqiy mutaxassislarga bo'lgan talab oshib boradi. Kuchli, yaxshi bilimga ega, texnik bilimga ega mutaxassis. U o'zingiz uchun ham kerak bu narsalarni internetga qo'yish. Internet qanaqa ishlaydi, hozir yana boshqa mavzularga ham o'tamiz. Xullas, bu fundamental bilimlarni dasturchi bo'lish niyatingiz bo'lsa, kasbingiz dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, bularni yaxshilab chuqur ich-ichingizdan bilishingiz kerak bularni. Xuddi mana doktorlar biologiyani yoki kimyoni bilishi majburiy-ku, shart bularni bilmasdan siz doktor bo'la olmaysiz. Dasturchilikda ham xuddi shunaqa fundamental bilimlar bor. Shularni siz puxta, mustahkam, yaxshi bilishingiz kerak. DNS nima, DNS qanaqa ishlaydi, domen nima, hosting nima, bularni bilishingiz kerak siz yaxshilab. Keyingisi, internetni yaxshilab tushunib olganingizdan keyin, internet qanaqa ishlashini, sekin endi o'zimizga bitta dasturlash tilini tanlaymiz. Dasturlash tili bu mana kompyuterlar texnika bor va odam bor, to'g'rimi? Texnikalar odam tilini tushunmaydi. Ya'ni biz kompyuterga odam tilida gapirsak tushunmaydi. Unga kompyuter o'zini tilida gapirishimiz kerak. Shu kompyuter tili bu dasturlash tillari hisoblanadi. Har xili bor. Go bor, Rust bor, Java, C Sharp, C++, Python, Ruby. Bularni bittasini tanlashingiz kerak. Hammasini emas, bittasini tanlasangiz yetadi. Mani to'liq mendan o'rganmoqchi bo'lsangiz, men PHP ni Laravelda o'rganishingizni maslahat beraman. Va to'g'ri, hozirda mana sun'iy intellekt mana shu yerda o'rni keladi. Hozir aytganimdek, odam bor va mashinalar bor. Dasturlash tili buni o'rtasida turadi. Endi hozirgi paytda biz odam tilida gapiryapmiz sun'iy intellektga va u bizga kodini yozib beryapti. Ya'ni o'rtada adapter paydo bo'ldi hozir. Mana shu sun'iy ong va u yaratayotgan kod adapter sifatida ishlayapti va odamlar bunga aytadi, bu mashina tushunadigan kodni yozib beryapti. O'shaning uchun ham ko'pchilik shu aytayapti, kelajakda egallashi mumkin to'liq bu. Ya'ni ya'ni bu degani, bu mana bu hamma dasturlash tillari yo'qolib ketadi degani, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa va bitta dona odam tili qoladi. Ya'ni odam tushunadigan til qoladi. Biz odam tushunadigan tilda gapiramiz va u yog'ini to'liq sun'iy ongni o'zi yaratib beradi. Lekin bu darajaga hali kelganimiz yo'q. Hali unchalik mukammal emas. Bu uzoq bilmayman qancha vaqt ketadi, lekin kelajakdagi narsa. Hozircha unaqa darajaga hali kelganimiz yo'q. O'shaning uchun shu bitta dasturlash tilini va o'zingiz uchun ham, ya'ni o'zingiz bu sun'iy ongga beradigan buyruqlarning tagida nima bo'lyapti, dasturlash tillari, dasturlash qanaqa ishlaydi, bu narsani tushunishingiz uchun ham bularni bilishingiz kerak. Va buni dasturlash tilini o'rganganimizdan keyin Git ni o'rganamiz, ya'ni versiyani kontrol qilish. Endi Git bularning hammasini haqida to'liqroq ma'lumot uchun kanalimga kirib ko'rasiz. Bu yerda qisqacha men tez aytib ketmoqchiman. Git va o'sha versiyalarni kontrol qilishni o'rganamiz. Repository nima, GitHub nima, GitHub, GitLab, Bitbucket, bittasini GitHub o'rgansangiz yetadi. Bunga ham videolar bor kanalimda. Bundan keyin terminalga o'tamiz. Ya'ni Linux o'sha Linux OS, ya'ni Linuxni o'rganishingiz kerak. Linux terminali qanaqa ishlaydi, buyruqlar, chunki dasturlash uchun va serverlar hammasi Linux operatsion tizimida ishlaydi. O'shaning uchun Linuxni yaxshi bilishingiz kerak. Mana bu yerda operatsion tizim qanaqa ishlaydi, memory management nima, shu narsalarni yaxshilab, networking, mana xullas Linuxni yaxshi o'rganishingiz kerak. Bu haqida ham videolar bor, YouTube kanalimda kirib ko'ring. Keyin ma'lumotlar bazasiga o'tamiz. Mana relational databases deyiladi bular. Ma'lumotlar bazasidan Postgre va MySQL eng mashhuri, shu ikkalasini yaxshilab puxta o'rganishingiz kerak. Bular ham bor, har xil. Shart emas, shu asosan shu ikkitasini o'rgansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi sun'iy intellekt botda qanaqa vazifani bajaradi deydigan bo'lsak, endi hozirgi paytda mana bu dasturlash tillari ma'lumotlar bazasi bilan ishlash uchun yaratilgan. Aslida mana ma'lumotlar bazasi turadi va dasturlash tili turadi. Dasturlash tili orqali biz ma'lumotlar bazasidan CRUD amalini bajaramiz. Bu degani create, read, update, delete. Yaxshi bilsanglar kerak. Shu amalni bajaramiz. Endi hozirgi paytda agentlar chiqyapti, ya'ni sun'iy intellekt agentlari chiqyapti. Bular endi mana dasturlash tilining o'rniga shu to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlar bazasi bilan ishlayapti. Ya'ni biz agentga odam tushunadigan tilda gapiramiz. Misol uchun bizning bazamiz bor, to'g'rimi? Ma'lumotlar bazasi bor. Unga aytamiz,
Mana bu foydalanuvchini qo'shgan, misol uchun qara, Abror ismli bolani qo'shib qo'ygan. Yoshi 22 da, manimcha yilda tug'ilgan, mana kasb qiladi deb aytib qo'yamiz. U o'zi ma'lumotlar bazasiga qo'shib avtomat qiladi yoki mana buni qilgan, buni qilganda menda hozir agent bilan ishlaydigan shunaqa daraja ham chiqqan. Endi bu sekin-sekin kirib kelyapti, lekin haligacha bu ham to'liq o'tganimiz yo'q bu narsaga. Hali mukammal emas bu agentlar ham, lekin shu texnologiya chiqyapti. Lekin baribir mana ma'lumotlar ayniqsa ma'lumotlar bazasini backendchi sifatida ma'lumotlar bazasini zo'r bilishingiz kerak. Birinchi navbatda dasturlashtirilib, shu OOP dasturlashtirilari, keyin ma'lumotlar bazasini chuqur bilishingiz kerak va o'sha server qanaqa ishlaydi, network, ya'ni internet qanaqa ishlaydi, tizim qanaqa ishlaydi, shularni puxta zo'r bilishingiz kerak. Mana bu yerda aytmanman, OOP ni mana misol uchun Python tili, PHP tili, C# bilmadim, Java, Ruby bular OOP, ya'ni Object Oriented Programming deyiladi. OOP ni ham siz zo'r bilishingiz kerak agar kuchli backendchi bo'lmoqchi bo'lsangiz. Xo'p, endi bu ma'lumotlar bazasi ham ikkiga bo'linadi, relational va NoSQL ma'lumotlar bazasi. Relational degani shu bir-biriga qarindoshli, ya'ni qarindosh sifatida bog'lanadigan ustun jadvallarga aytiladi. NoSQL bu dokumentlar bilan ishlanadigan, ya'ni bir-biriga qarindoshli emas, boshqacha usul bilan xullas bog'lanadigan ma'lumotlar bazasi turiga kiradi. Buni ham o'rganishingiz. Endi bu shart emas. Misol uchun relationalni bilganingizdan keyin buni bilishingiz shart. Endi bularning eng asosiy MongoDB eng ko'p ishlatiladigan MongoDB bo'ladi. Agar xo'p, mana bu JavaScriptda Node.js o'rganadigan bo'lsangiz, siz MongoDB bilan katta ehtimol bilan ishlaysiz yoki Firebase bilan, mana Redis ham bunga kiradi. O'shanga agar o'sha Node.js bo'lsa, MongoDB ni o'rganishni maslahat beraman. Va Firebase, Redis ham bular ham kerak. Bular endi mana buni oddiy, misol uchun relational bilsangiz ham bularni bilishingiz kerak, chunki Redis cache uchun ishlatiladi. Firebase bo'lsa, bu ham shu internetdagi ma'lumotlar bazasi, bu ham onlayn. Endi buni bilish shart emas, no, bu ham plusga kiradi. Ya'ni mobil dasturchilar asosan ishlatishadi bu narsani. Endi bazani o'rganganimizdan keyin yana bitta-ikkita narsalar bor, ya'ni ma'lumotlar bazasi bilan birga yuradigan muammolar, mavzular, bular ORMlar bilishingiz kerak. Bu ORM o'sha CRUD ustiga qurilgan hisoblanadi. Laravelda bor, misol uchun Eloquent, har xil hamma mana frameworklarni tilni o'rgangandan keyin framework o'rganasizlar. Hozir bu yerda framework bormi ekan? Yo'q, frameworklarni bermabdi. Har bitta endi buni sal-pal xabaringlar bo'lsa ham yaxshi bilishinglar kerak. Tillarning o'zini frameworki bor, ya'ni tilni o'rgangandan keyin framework o'rganasizlar. Misol uchun PHP da Laravel, Python da Django, Rust, JavaScript da Node.js degan frameworklar bor, shularni o'rganishingiz kerak. Endi ba'zan o'rgangandan keyin mana ACID nima, tranzaksiyalar nima, N+1 muammosi, normalization, bu nima degani, failure modes, profiling, performance, shu narsalarni yaxshilab o'rganishingiz kerak. Endi ma'lumotlar bazasiga oid mavzularni ham chuqur bilishingiz kerak degani. O'sha optimallashtirish, yaxshi qurish, o'sha arxitekturani qanaqa qurish, chunki katta narsa tezligiga, dasturni tezligiga ham bog'liq bu narsalar. Shuning uchun yaxshilab bilishingiz kerak. Mana ma'lumotlar bazasini kattalashtirish, ya'ni ko'paytirish, kattalashtirish, mana indeks qilish, data replication nima, sharding nima, bu narsalarni yaxshilab bilishingiz kerak. Keyin API o'rganishga o'tasizlar. Ya'ni REST API, JSON API lar nima, SOAP nima, GraphQL, bu narsalarni ham yaxshi o'rganishingiz kerak. Ya'ni API bilan ishlash. OpenAPI nima, authentication qanaqa ishlaydi, ya'ni API avtentifikatsiya qilish, cookie'lar, OAuth nima, Basic OAuth, Token OAuth, JWT, OpenID, shu narsalarni ham o'rganishingiz kerak. Bu o'sha mana bu authenticationga, ya'ni avtorizatsiya bilan bog'liq mavzular. Bu o'sha API ni turlari, bu narsani yaxshi o'rganishingiz kerak va cachingga kelamiz. Mana cache'lash, mana bu Redis aytdim. O'sha client side cache qilish, ya'ni front end cache qilish,
serverni cache qilish, Redis orqali yoki Memcache orqali va CDN nima, bu narsalarni ham yaxshi bilishingiz kerak. Endi bularni o'rganganimizdan keyin xavfsizlikka kelamiz. Endi backend dastur sifatida siz dastur xavfsizligini ta'minlash kerak, chunki frontend ham backend ham serverda turadi. Serverni ham chuqur bilishingiz kerak, server bilan qanaqa ishlashi va web security ni, web xavfsizligini ham yaxshi bilishingiz kerak. Bu haqida ham video qilganman. OWASP top 10 talik. O'shani ham kirib ko'rishingizni maslahat beraman. O'ta chuqurroq aytganman. Mana MD5 hashlash qanaqa ishlaydi? Mana SHA family, encrypt, decrypt, hash algoritmlari qanaqa ishlaydi? HTTPS, mana OWASP, mana hozir OWASPdagi shu xavfsizliklar, bularni yaxshilab bilish kerak. Course nima, SSL, TSL, content security policy, bular nima, shu narsalarni yaxshilab bilishingiz kerak. O'sha OWASP videoyimni ko'rsangiz to'liqroq tushuntirganman. Keyin testing o'rganasizlar, ya'ni test qilish, dasturni test qilish. Integration test, unit test, functional test. Bu test haqida ham video qilganman. PHP, Laravel da test yozish haqida, o'shani ham kirib ko'rsangiz bo'ladi. Keyingisi mana bu yerda kodlashga oid qismimiz tugadi desak bo'ladi. Endi dastur dizayni va arxitekturasiga o'tamiz. Mana CI/CD, mana CI/CD dan boshlanadi. Ya'ni bu yog'i kod emas, endi dasturni o'rnatish, boshqarish, internetga qo'yish, shu bilan bog'liq narsalar. Dastur dizayni va arxitekturasi. CI/CD bu nima degani? Bu avtomat dasturni avtomat internetga qo'yish, shu o'rnatiladi, pipeline deyiladi. Bu narsa o'rnatiladi. Siz misol uchun GitHubga kodingizni qo'yganingizda avtomat productionga yoki dev serverga yoki staging serverga kodni o'zi test qilib joylashtiradi. Xato bo'lsa orqaga qaytaradi, shu narsalarga javobgar. Endi bu aslida mana DevOpsga o'tib ketyapti. Oxirida DevOpsga o'tib ketiladi, lekin bu ham qisman DevOps ishiga kiradi. Ya'ni DevOps degan kasb ham bor. Bu CI/CD bilan ishlash. Mana bundan bu yog'iga ko'p korxonalarda DevOps bajaradi bu ishlarni. Siz backendchi sifatida CI/CD ni qilmaysiz ko'p joyda, lekin bilishingiz yaxshi, bilganingiz yaxshi. Katta korxonalarda qilmaysiz, lekin kichkina korxonalarda hamma ishni backendchi qiladi. Server bilan nima bog'liq bo'lsa, hammasi backendchini bo'ynida. Endi xo'p, bu yerda ozgina dastur dizayniga keladigan bo'lsa, endi mana bu yog'iga mana shu paytgacha middle darajadagi dasturchi bo'lgan bo'lsangiz, shu mavzular, endi bu yog'i senior darajadagi dasturchilarni mavzusi boshlanadi. Bu dasturni arxitekturasi, mana misol uchun domain driven design nima, test driven design nima, CQRS, event sourcing nima, bilmayman nimaligini, va arxitektura patternlari, monolit dasturlar qanaqa, mikroservislar, service oriented application nima, serverless nima, shularni yaxshilab bilishingiz kerak. Bularni asosan mana shu tepadagilarni va dastur yaratayotganda ham shu dasturni katta kichikligiga qarab shu pattern tanlanadi. Xo'p, Elasticsearch va mana bu yog'iga agar mikroservis tanlaydigan bo'lsangiz, mana RabbitMQ yoki Kafkani o'rganishingiz kerak. Message brokerlar qanaqa ishlaydi va bu yoq tarafdan konteynerlashtirish va virtuallashtirish, Kubernetes, Dockerni yaxshi bilishingiz kerak backend sifatida. Mana bu yog'i endi o'sha DevOps ishi, mana GraphQL, Apollo frameworki, WebSocketlar qanaqa ishlaydi, eventlarni ham yaxshi bilishingiz kerak, web serverlar, eventlar, keyingisi web serverlar, mana Nginx, Apache, shu ikkalasi men bilan ishlatilmaydi. Endi bu orasida misol uchun bular alternativlarda, bular ham hammasini bilishingiz shart degani emas. Mana asosiylarni aytganim Nginx, Apache, mana bu yerda domain driven, test driven ni bilishingiz kerak, event sourcing bilishingiz kerak. Shu bu mana buni to'liq nima edi? Bitta ko'rib olish kerak. Xullas, bu yerda hammasini ham bilishingiz kerak degani emas. Asosiysini mana masalan autentifikatsiyadan basicga, tokenni, JWT ni, cookie based bilishingiz kerak. OAuth ham yaxshi bilishingiz kerak. Mana bular endi ixtiyoriy, o'z sekin o'rganib olasiz. Ularni ham bir-biriga o'xshash juda ham. Mana Nginx bilan Apache ham deyarli bir xil. Farq qilmaydi, unaqa katta farqi yo'q orasida. Endi
bu yog'iga scale qilish, ya'ni dasturni kattalashtirish qismi keladi. Endi bu yog' asosan arxitektorlarni katta lead darajadagi dasturchilarning mavzulari, ular asosan bu ish bilan shug'ullanadi. Ya'ni dasturni kattalashtirishga, uni to'g'ri ishlashi, yo'qmi, uni boshqarish qismiga kiradi bular. Mana monitoring qilish, instrumentation. Xullas to'g'ri texnologiyadan foydalanish, monitoring qilish, log qilish, dasturni yaxshi ishlayaptimi yo'qmi kuzatib borish, shularni yaxshilab o'rganishingiz kerak. Endi bu yog'i tajriba bilan ham keladi. Junior sifatida bularni bilmaysiz. Tajriba orqali, yillar davomida ishlashingiz orqali bu narsalar keladi. Xo'p. Degradation, throttling nima, load shifting nima, load balancerlarni o'rganishingiz kerak. Migratsiya qilish, migration strategies, scaling, ya'ni kattalashtirish turlarini bilishingiz kerak. Xo'p, loglarni kuzatib borish, debugging qilish, muammolarni yechish va nimadir xato chiqsa, nimadir buziladigan bo'lsa, javob berish shularga. Shu narsalar u yog'iga keyin mana DevOpsga o'tib ketasiz. Ya'ni keyingisi DevOps deyilyapti. Mana bunday pastga tushsak, bu yerda ham mana backend zo'r bo'lganingizdan keyin oldingizda ikkita yo'l chiqadi. Yo DevOpsga o'tib ketasiz, yo full stackga o'tib ketasiz. Men DevOps maslahat bergan bo'lardim. Mana bu yerda DevOps ham roadmap bor. DevOps injener bo'lmoqchi bo'lsangiz, men DevOps aytaman, AI, ya'ni sun'iy intellekt egallaydigan eng oxirgi egallaydigan kasblardan bittasi. Chunki DevOpsda bu kod emas, bu yerda asosan o'sha tizimni to'g'ri boshqarish, to'g'ri tashkil qilish turadi. To'g'ri, bu narsaga ham sekin-sekin kirib kelyapti, lekin bu yerda kod yo'q demoqchiman. Shu mana oxiriga keldik. Shu narsalarni yaxshi bilishingiz kerak. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu savolinglar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Qattiq tushunarsiz bo'ldi, nimani tushunmadingiz? Menimcha hammasini tushunib o'tdim, tushuntirib ketdim. Mana dasturlashtirib, shu umumiy qisqa qilib aytadigan bo'lsam, ya'ni backendchi bo'lish uchun qaysi texnologiyalarni yaxshi bilishingiz kerak. O'sha dasturlashtirishlardan zo'r, o'sha OOP bo'lsa, OOP ni zo'r bilishingiz kerak. Bitta framework tanlab, framework yaxshi bilishingiz kerak. Ma'lumotlar bazasi relational, ya'ni MySQL, Postgre, ikkalasi juda ham o'xshash, bu ham. Bittasini bilsangiz, ikkinchisini ham bildingiz degani, ikkinchisini ham 90% ni bildingiz degani, katta farq qilmaydi. Xo'p, ma'lumotlar bazasi, keyin o'sha Linux, server, network qanaqa qilib ishlaydi, shu 5 ta asosiy narsani yaxshi bilishingiz kerak. Keyin u yog'iga o'sha xavfsizlik taraflari, REST API, APIlar bilan ishlash, test qilish, CI/CD, keyin arxitekturalarni bilish. Bular sekin-sekin tajriba bilan yillar davomida keladigan narsalar. Lekin mana shu asosiy siz biladigan narsalarga kiradi. Xo'p, bularni linkini video tagida qoldiraman. Agar savolinglar bo'ladigan bo'lsa, izohda yozib qoldiringlar yoki Telegramga, boshqa ijtimoiy tarmoqda yozsanglar bo'ladi. Nima yana boshqa qanaqa mavzular qiziqtiradi yoki shu yerdan boshqa qaysi mavzuda yo'l xaritasiga video qilishimni xohlaysizlar va xudo xolasa keyingi video kuchli backend dasturchi bo'lishi sirlari va o'sha maslahatlar haqida video qilmoqchiman. Ya'ni o'zim ham backendchi sifatida qanaqa qilib kuchli senior lead darajadagi backendchi bo'lish va o'shanga bo'lgan yo'l haqida umuman maslahat video qilmoqchiman. Xudo xolasa kuzating, obuna bo'ling, u video ham chiqadi. Rahmat videoni ko'rganingiz uchun va keyingi videolarda ko'rishguncha.